Anta brendidan qish mavsumi uchun mo'ljallangan yana bir navbatdagi modelini ko'rishingiz mumkin. Ichlari ponni mix qilingan, juda ham qalin mixdan tashkil topgan, qishchi sovuq kunlarda ham bemalol kiysalar bo'ladi. Ustki qismlari ko'rjaga o'xshagan sifatli materiallardan foydalanganini ko'rishingiz mumkin. Faqat har xil ko'rjalardan foydalangan. E'tibor beringlar, qanaqa mo'shni ko'rinishda chiqqan, veslari yengil, yon tomonlarida qalin plastikga o'xshagan materialdan foydalangan, juda ham baquvvat materialdan suvni o'zidan qaytaradi hamda issiqlikni juda ham zo'r saqlaydi. Xudo xolasa, yon tomonlarida iplarni boylab yechib o'tirmaysizlar. Aynan boa sistemaga o'xshagan sistemadan foydalangan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Orqa tomondan ko'rinishlari, padoshlari anchagina qalin hamda qanaqa mo'shni ko'rinishga egaligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Padoshlarining yumshoqligiga ham e'tibor beringlar, qay darajada yumshoq ko'pikdan tashkil topgan. Yon tomonlarida shunaqa plastmassa detallarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu qo'limizdagi modeliga qanaqa chiroyli ko'rinish beryapti. Yon tomondan, ichki tomondan ko'rinishlari hammaga tavsiya qilamiz. Buni yana boshqa rassetkasi ham bor, so'rasangiz jo'natib beramiz. Kimga shunaqa original tovarlar kerak bo'lsa, bemalol zakaz bersangiz, zakazga olib keltirib beramiz. Teg qismlaridagi bo'rtib chiqqan tishlariga ham e'tibor beringlar. Rezinin protektorlari qanaqa mo'shni ko'rinish ishlangan hamda teglarida ham Antani o'zini logosini ko'rishingiz mumkin. Padoshlarini yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Qay darajada yumshoq qilinganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga tavsiya qilamiz.